qalbidan ko'ra aqliga suyangan inson. Ha, u shunaqa ekan. Bugun kimningdir shu iqtibosini o'qib oldim. Ungacha ham kuchli futbolchilar bo'lgan. Stevie, Scholes, Lampard, Xavi, Iniesta. Lekin u faqat aniqlikka va aqliga suyandi. Balki shuning uchun ham u assistlar qirolidir. Balkim shuning uchun ham u Manchester City'ni tanlagandir. Albatta, mehrga to'la Anfield, Old Trafford, Bernabeu, Camp Nou, San Siro'larni emas, hali dunyoga ma'lumlik, mehrlik, jo'shqinlikka to'lmagan City stadionini tanlagandir. Bilmadim, undagi qizaribgina pas berishlari hali hamon u ketgandan keyin ham unutilmas. Undagi serg'ayratlilik va aql bilan ishlashi maydondagi Guardiolani eslatadi. U ko'rishi shart emas, ko'rmasdan, qaramasdan ham hujumchi qayerda va qanday pozitsiyadaligini biladi va aniq pas bera oladi. U barchasini aniq hisob-kitob qiladi. Shu sababli ham bu maydondagi Guardiola hisoblanadi. Uning bugun bergan intervyusida Cristiano bilan o'ynashni orzu qilishini va agar u bilan o'ynaganida assistlarning qiroli bo'lishini aytdi. Balki uni Saudiya maydonlarida ko'rarmiz. Lekin nima bo'lganda ham yana bir ajoyib futbolchining so'nggi mavsumini ko'rmoqdamiz. Zavqlaning, qolganini Saudiyada kuzatamiz. So'nggi mavsumni ajoyib tugatib olishingga tilakdoshman. De Bruyne, maestro.